Avvalambor, ya'ni har doim aytganimdek, baraka topkirlar, to'g'ri suv ichamiz, to'g'ri ovqatlanamiz, kechqurun soat 8-9 da ovqat yemaymiz. Oxirgi ovqatimiz soat 5 da bo'ladi. Har bir insonga aytaman, besiga qarab 2 litr, 2,5 litr suvni ichib yuramiz. Ana shunda bizni tanamiz suvdan paydo bo'lgan. Bizni tanamiz 80% suvdan iborat. Bizga обязательно suv kerak. Suv kerak. Suv ichilmasa, hamma tomonlama sizni sekin-sekin qoningiz quyiladi. Qoningiz quyilgandan keyin, demak, ruschasiga aytgan kровообращение deydi. Qon aylanish sizda yaxshi bo'lmagandan keyin hamma tomoningizdan muammo chiqadi. Birinchi muammo chiqishi qabziyat bo'ladi. Qabziyat bo'ladimi? Qabziyat bo'lgandan keyin ketdi, u yog'i boshlanib ketaveradi, ulanib, bir-biriga ulanadi. Yuragiga kislorod yetmaydi, miyangizga suv yetmaydimi, eslab qolish faoliyati yo'qoladi. Keyin qabziyat yana boshlanadi. Qabziyat boshlangandan keyin uni ketidan bavosil boshlanadi. Bavosil shu ruschasiga hozir meditsin tilida gemoroy deymiz. Xullas, har bir inson o'zini sog'lig'i o'zini qo'lida. Har doim aytaman, soat kechqurun 10 da uxlaymiz. Uxlamasak noto'g'ri bo'ladi. Men 12:1 da uxlayman deb savol berishadi. Meni ishim shunaqa deyishadi. To'g'ri, balki ishingiz shunaqadir, lekin yana bir bor aytaman, soat 9:35 dan boshlab 10:05, 10:10 gacha siz bilan odamzodning miyasidan subhanalloh suyuqlik ajralib chiqadi. Suyuqlik ajralib chiqishiki, siz o'sha paytda uxlashingiz kerak. Nimaga uxlashingiz kerak? Sizning miyangiz dam olishi kerak, organlaringiz полностью hammasi dam olib, ertalab siz bomdodga turganingizda energiya bilan turasiz. Agar siz 12:1 da o'tiribsizmi, telefon kovlayapsiz, ovqat yeyapsizmi, demak sizni tanangizdagi metabolizm deganda o'zbekcha qilib tushuntirganda, sizni bu organlaringiz dam olishi o'rniga mehnat qilyapti. Demak, mehnat qilyaptimi? Organlarimiz yana ham charchab boradi. Charchab borish deganda qariydi organlarimiz. Bu ham o'zi kunduzgina mehnat qilgani yetmaganda yana kechasi 2 barobar nagruzkada ishlayapti. Bu degani juda yomon degani. Bundan juda ham yomon, xavfli kasalliklar kelib chiqadi. O'z sog'lig'ingiz o'zingizning qo'lingizda. O'zingizni ehtiyot qiling, o'z vaqtida uxlang, o'z vaqtida kun davomida 2,5 litr, 3 litr suyuqlik ichamiz.